28-fevralda bo'lib o'tgan matematikadan milliy sertifikat birinchi smenada tushgan misolni yechimini ko'rib o'tamiz. Demak, bizlarning misolda, ya'ni soddalashtiring sharti bo'yicha bu misolimizni ishlashimiz uchun, ya'ni kaosni ichiga mahraj tenglab o'tirishimiz kerak. Demak, buni oson yo'l orqali ishlashimiz uchun x va y ni o'rniga son tanlab yuboramiz. Demak, x ni o'rniga 2 ni tanlasam, y ni o'rniga 1 ni qo'yib yuboraman. Demak, nima bo'ladi? Qayerda x ko'rsam o'rniga 2 ni qo'yaman, qayerda y ko'rsam o'rniga 1 ni qo'yaman. Demak, 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 1 bo'ladi, plus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 ni o'zi bo'ladi. 2 plus 1 minus 1. Demak, mahrajda 1 taqsim 2 ning kvadrati plus 1 taqsim 1 ning kvadrati plus 2 taqsim 2 minus 1 taqsim 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 1 ni kvadrat, ya'ni 1 ni har qanday darajasi 1 ga teng. Demak, birinchi kaosimizning ichi, ya'ni kaosimizning ichi 1 taqsim 2 ga 1 taqsim 2 ni qo'shsak 1 ga teng bo'ladi, ya'ni 1 plus 1. Ko'paytirilgan, ya'ni bu yerda 1 lar qisqarib ketsa 2 qoladigan, ya'ni ko'paytirilgan 2 mahrajda 1 taqsim 4 plus 1 plus yana 1 minus 1 taqsim 4. Demak, 1 taqsim 4 lar qisqarib ketsa yuqorida, ya'ni 1 ga 1 ni qo'shsak 2, ya'ni 4, yuqorida 4, mahrajda 2 qoladigan. Demak, 2 chiqdi. Demak, endi variantlarimizni o'rniga x ni o'rniga 2, y ni o'rniga 1 ni qo'yib yuborsak, ya'ni qaysi birisi 2 chiqarsa, shu javobimiz to'g'ri bo'ladi. Demak, birinchi variantga qo'yamiz. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1. Demak, 1 taqsim 2. Demak, bunun javobi 2 chiqmadi. Demak, bu noto'g'ri javob hisoblanadi. Keyingisi 2 ko'paytirilgan 1. 2. Hozircha bizda to'g'ri javob B. Keyingisini qo'yib ko'ramiz. Demak, 1 taqsim 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 1. 1 taqsim 4. Demak, bu javobimiz ham xato ekan. D javobimiz ham xato javob. Demak, to'g'ri javob B javob ekan. Keyingi misolimiz bu ham birinchi smenada tushgan savol. Demak, kosinus x berilgan, sinus x, tangens x sonlarni o'sish tartibida joylashtiring. Demak, bu yerda x tegishli ekan 0 dan pi taqsim 2 gacha, ya'ni 90 gradusgacha. Demak, hammasi, ya'ni bu yerda birinchi chorakda sinus ham, kosinus ham, ya'ni sinus ham, tangens ham, kotangens ham musbat qiymat qabul qiladi. Bu misolimizni ishlashimiz uchun bitta to'g'ri to'rtburchak chizib olamiz. Demak, umumiy holatda 90 gradus. Bu yerni m, n, l deb qo'ysak, demak, bu yerimizni x burchak deb qo'ysak bo'ladi. Demak, umumiy holatda kosinus x ya'ni yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati, ya'ni n taqsim l kosinus x ni berish kerak. Kosinus x ni. Demak, kosinus x deganimiz bizda, ya'ni misolimizda n taqsim l teng 3 taqsim 5 ga teng. Demak, bundan n o'rniga 3 ni, l o'rniga 5 ni qo'yib yuborsak bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan m deganimiz 4 ga teng bo'lib qoladi. Keyingisi. Endi sinus x ni topishimiz uchun, ya'ni sinus x qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbati, ya'ni 4 ni 5 ga nisbati. Keyingisi tangens x qarshisidagi katetni, ya'ni shu burchakni qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbati, ya'ni 4 taqsim 3 kotangens x, ya'ni 1 taqsim tangens x-likdan 3 taqsim 4ligini bilamiz. Endi bu yerda o'sish tartibida joylashtiring deyilgan, ya'ni a deganimiz, ya'ni sinus x ga, ya'ni sinus x 4 taqsim 5. 4 ni 5 ga bo'lsak 0,8 bo'ladi. Keyingisi tangens x, ya'ni b tangens x bo'ladi. Bu 1 taqsim 3 ga teng. Keyingisi s
ya'ni 0,75 ga teng. Demak, son o'sish tartibida joylashtirsak, ya'ni S dan katta A kichik B dan. Demak, to'g'ri javob B javob hisoblanadi.